Fermer xo'jaligi boshlig'ini o'zgartirish tartibi qanday? Fermer xo'jaligi boshlig'ini o'zgartirish O'zbekiston Respublikasi Fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunga asosan amalga oshiriladi. Qonunning 13-moddasiga asosan fermer xo'jaligi boshlig'i pensiya yoshiga to'lganda yoki mehnat qobiliyatini yo'qotganda, shuningdek, muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan oliy ta'lim tashkilotining ta'limni kunduzgi shakliga o'qishga kirganda, shuningdek, saylab qo'yiladigan lavozimga saylangan taqdirda yer uchastkasini ijaraga olish huquqini ijara shartnomasiga o'zgartirish kiritish orqali 18 yoshga to'lgan, qishloq xo'jaligida tegishli malaka yoki ish tajribasiga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan oila a'zolaridan biriga qonunchilikka muvofiq ijara shartnomasi amal qiladigan muddatga berishga haqli ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ushbu qonun yuzasidan 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, Kadastr agentligi, shuningdek, fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari tomonidan tasdiqlangan uslubiy qo'llanma ishlab chiqilgan. Qo'llanmaga asosan fermer xo'jaligi boshlig'ini o'zgartirishda pensiya yoshiga to'lganligini tasdiqlash uchun pensiya jamg'armasini tuman bo'limlari tomonidan berilgan pensiya guvohnomasi asos bo'ladi. Mehnat qobiliyatini yo'qotganligini tasdiqlash uchun hududiy tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan berilgan tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasining xulosasi asos bo'ladi. Muddatli harbiy xizmatga chaqirilganligini tasdiqlash uchun tuman mudofaa ishlari bo'limi tomonidan berilgan chaqiruvchining qayd etilganligi to'g'risidagi guvohnoma asos bo'ladi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasiga kunduzgi o'qishga qabul qilinganligini tasdiqlash uchun oliy ta'lim muassasalari tomonidan berilgan o'qish joyidan ma'lumotnomalar asos bo'ladi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi: oila a'zolariga kimlar kiradi degan. Yo'riqnomaga asosan oila a'zolari deganda er-xotin, ota-ona va bolalar, shuningdek farzandlikka olinganlar va farzandlikka oluvchilar tushuniladi.